Salom, mening ismim Zamira Bilol va siz mening kanalimdasiz. Bu yerda esa seriyali manyaklar, olamshumul jinoyatlar to'g'risida bilib olasiz. Bugungi hikoyamiz Amerika va butun jahonga mashhur bo'lgan seriyali manyak to'g'risida. Uning laqablari ko'p. Xushmuomala Ted, jozibali Ted, omadli Ted. Yo'q. U qonxo'r qotil Ted Bundy. Videoni oxirigacha ko'ring va oxirida Ted Bundyning haqiqiy ovozini eshitasiz. Hisob-kitobli, ayyor va sovuqqon manipulyator shunday jilmayishni bilardiki, bo'lajak qurbonlar erib, aqlini yo'qotardi. U ulardan yordam so'rar, uydirma bahonalar bilan odamsiz joylarga chaqirardi. Oxiri o'lim ekanligini tasavvur ham qila olmasdilar va u taklif qilgan joyga borishga chin dildan rozi bo'lishardi. Uning qurbonlari aniq bir yoshdagi qiz va ayollar. Ko'rinishdan bir xil soch turmakli, qulog'ida dumaloq sirg'ali, go'zal va oilasidan yiroq bo'lgan, mustaqil hayot kechirayotgan, oliygohda o'qiydigan talaba ayol va qizlardir. Nima uchun shunday ekan deysizlarmi? Hammasiga sabab uning birinchi muhabbati, Stephanie Brooks. Aqlli, go'zal va shu bilan birga yengil tabiatli Stephanie Brooks tog' chang'isida Ted bilan tanishadi. Ammo boy merosxo'r kambag'al talaba bilan hayotini birga o'tkazmoqchi emas edi. Oxir-oqibat Stephanie Tedni tashlab ketdi, chunki uning nazarida Ted kelajakda ambitsiyasiz, ya'ni hayotda katta maqsad qo'ymaydigan inson deb o'yladi. Ted chekinadi, ammo shu kundan qasos mexanizmi ishga tushib ketganini Stephanie'ni xayoliga ham kelmaydi. Brooks bilan xayrlashuv Bundy hayotidagi hal qiluvchi voqea hisoblandi. Undan so'ng ma'nan yo'q qilingan va ezilgan yosh yigitning hayotida chuqur inqiroz boshlandi. U mamlakat bo'ylab sayohat qildi, o'qish joylarini o'zgartirdi, lekin hech qanday holatda ham qizni xayolidan chiqara olmadi. Ted Brooksdan keyin yolg'iz ona Elizabeth Klepfer bilan uchrasha boshlagan. Ammo Stephanieni ham Ted izlab topadi va o'ch olish maqsadida ikkala oila bilan yashay boshlaydi. Stephanieni turmushga chiqishga rozi bo'lishi bilanoq u darhol u bilan bo'lgan barcha aloqalarni uzib, undan o'ch oladi. Qasos olindi, ammo Ted endi oldingi Ted emas. U jinoyatchi sadist, ya'ni ruhiy buzilishi bor shaxs. Empatiyasi yo'q, ya'ni boshqalarning his-tuyg'ularini tushunmaydigan. Buzg'unchi nekrofil, ya'ni jasadlarni zo'rlaydigan va tana a'zolarini g'ajiydigan maxluqqa aylanib bo'lgan. Manyak qachon qotillik qila boshlaganini hech qachon aytmaydi. Birinchi qotillikni o'smirligida sodir etgan degan taxmin bor. Biroq birinchi isbotlangan epizod paytida psixopat 27 yoshda edi.
Birinchi jabrlangan ayol talaba. U o'zining kursdoshi Linda N. Hilli. U go'yoki o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolganga o'xshab qoldi. Uni hamkasblari va qo'shnilari qidira boshlashdi. Ishga chiqmagan sababli qidiruvga berishdi. Sietldagi 6 oy davomida 6 ta qotillik shaharni dahshatga soldi. Donna Manson, Susan Rankin, Roberta Parks, Brenda Ball, Georgian Hawkins. Qizlarning jasadi topilmagani uchun politsiya ularning yo'qolishini oddiy hol deb qabul qilindi. Chunki o'sha paytda manyak degan so'zni ular deyarli ishlatishmas edi. Odamning birinchi qilmishi odatda o'ylamasdan va to'satdan sodir bo'ladi. Qurbon qoida tariqasida manyakka tanish bo'ladi. Ya'ni u uni anchadan beri biladi yoki kuzatadi. Doimiy ishtiyoq shakllanadi va bir paytda ilmoq uzilib, birinchi jinoyat sodir etiladi. Agar u qo'lga olinmasa, keyinchalik bir qator jinoyatlar sodir etiladi va qotil seriyali manyakka aylanadi. U endi hamma narsani o'ylab, qochish yo'llarini rejalashtirib olgan bo'ladi. 1970-yillarda qonli izi Washingtondan Koloradogacha cho'zilib keldi. U o'z qurbonlarini xushmuomala bilan gaplashar, ochiq chehrali, tabassum bilan o'ziga rom etardi. Gohida o'zini bechoraga solar, hassa tayanib yordam so'rardi. Qo'lini bog'lab olib, mashinasigacha kuzatishni so'rar edi. Sariq Volkswagen mashinasida esa qizlarni tuzog'iga tushirib, boshiga og'ir jism bilan urar edi. Bandi jabrlanganlarni o'ldirganlarni do'pposlagan va ular bilan yana jinsiy aloqa qilgan. U murdalardan shahvoniy o'yinchoqlar yasab, o'z kolleksiyasini qayta to'ldirgan. Vaqti bilan Ted ularning tirnoqlarini bo'yab, sochlarini yuvib, kiyimlarini almashtirardi, yuzlarini grimlab qo'yardi va boshini tanasidan judo etardi. Omadli Ted. Bunday laqab unga politsiyadan 2 marta qoch olgani uchun berilgan. Ted birinchi marta 1976-yil yozida hibsga olindi. O'sha paytgacha u kamida 30 nafar yosh qiz va ayollarni ayovsiz ravishda o'ldirgan edi. Vaqt o'tishi bilan Elizabet sevgilisining xatti-harakatlarida g'alati o'zgarishlarni sezdi. Bandining kayfiyati keskin o'zgarib turardi. U tunda uydan qayergadir ketib qolishi mumkin edi. Bir kuni Elizabet uydan begona ayollarning buyumlari solingan xalta topib oldi. Bu vaqtda televizorda qizlarning sirli yo'qolishi haqida gapirishardi. Bir kuni Ted yig'lab sevgilisiga dahshatli narsada iqror bo'lishini xohlayotganini aytdi, lekin hech narsa demadi. Elizabet Kendall ehtiyot chorasi sifatida politsiyaga qo'ng'iroq qilib, gumonlarini haqida xabar beradi. Uning gaplariga avvaliga jiddiy qarashmaydi, chunki politsiyaga bunday xabarlar tez kelib turardi. Benuqson obro'ga ega bo'lgan jozibali yigit esa sovuqqon qotilga umuman o'xshamasdi deb qutulishdi. Ted Bundini birinchi marta South Bay City'da tasodifan qo'lga oladilar. Uning yonida lejim uchun maska, kishan, ayollar kiyimi, muz yorar bolta va ancha antiqa narsa, hatto odam soch tolalarini ham topib olishdi. Ammo baribir bu narsalar politsiya uchun yetarlicha bo'lmadi. Shunda faqat Darren ismli qizni o'g'irlaganida ayblanib 15 yil qamoq jazosini berishdi.
Ted Bundy sud zalidan chiqayotganida oynadan sakrab qochishga ulguradi. Uni 3 kundan so'ng ko'cha politsiyasi o'g'irlangan mashinada yana to'xtatib, hibsga olishga muvaffaq bo'ladilar. Bu safar endi Karen Kendall o'limida ayblashadi. Ted Bundy qamoqxonadan ventilyatsiya tizimiga o'tib, yon xonadagi qo'riqchilarni kiyimini kiyib oladi va asosiy eshikdan bemalol chiqib ketadi. Manyakni 1,5 oyda tutib olishdi. Shu vaqt ichida Floridada bir nechta qizni o'ldiradi. Uchinchi marta ham ko'cha politsiyasi mashinada ketayotganida to'xtatib, tintuv orqali hibsga olinadi. Menimcha, Ted Bundyda o'zini ulug' deb bilish maniyasi bor. Sudda advokatlardan voz kechib, o'ziga o'zi advokat bo'lib oldi va jurnalistlarni o'ziga jalb eta boshladi. Sud tergovlari davom etar ekan, qonxo'r qotilning ko'plab muxlislari paydo bo'ldi. Ular jozibali Ted bunday shafqatsiz jinoyatlarni sodir eta olmaydi deb hisoblashardi. Seriyali qotilning eng sodiq muxlisi sobiq hamkasbi Carol Ann Boone bo'ldi. 1980-yilda Bundy unga to'g'ridan-to'g'ri sud zalida turmushga chiqishni taklif qildi. 2 yildan so'ng munosabatlarining g'ayrioddiy tarixga ega bo'lgan juftlikdan qiz tug'ildi. Qizi tug'ilganidan so'ng 4 yildan keyin Carol Ann Boone Bundy bilan ajrashdi. O'sha paytgacha Ted allaqachon o'z jinoyatlarini tan olgan edi. Ammo Ann ishonishni rad qilar edi va uni majburlashyapti deb kurashib borar edi. Ted Annni shuncha yildan beri aldab kelar edi. Ammo oxiri Ted Bundy men rostdan ham shu qizlarni o'ldirganman deydi. Hayratda qolgan Ann boshqa hech qachon Ted Bundy bilan ko'rishmaydi. Hukm e'lon qilinganida Ted Bundy xotirjam ko'rinar. Prokurorlarga jilmayib, sudya bilan bahslashar va ko'p hazillashardi. Ehtimol 10 yil davomida o'zini har xil bahonalari bilan, manipulyatsiya bilan yana cho'zishni o'ylab qo'ygandir. Dalillarga qaramay quruq chiqib ketaman deb ishongandir. Ammo oxir-oqibat Bundy 36 dan ortiq qizni o'ldirganlik uchun o'lim jazosiga hukm qilindi. Hukm 1989-yil 24-yanvarda amalga oshirildi. Qamoqxona oldida yig'ilgan minglab odamlar qarsaklar, o'yin-kulgular bilan qarshi olishdi.
Uning jasadi krematsiya qilindi, ya'ni yondirib kul qilishdi va uning vasiyatiga ko'ra qizlarni jasadlarini bekitgan tog'li hududga sepib yuborishadi. Har qanday yovuz ish bir kunmas bir kun fosh bo'ladi. Bu manyak Ted Bundyning tarixi edi. Yana chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, kommentariy qoldiring. Obuna bo'ling va keyingi videolarga mavzu taklif eting. Hozir esa manyakning asl ovozi. Can you hear that? Okay. I just said that the Hawkins girl's head was severed and taken up the road about 25 to 50 yards and buried in a location about 10 yards west of the road on a rocky hillside.